Assalomu alaykum. Mening mehribonim, go'zal opajonim Zeboxon opam siz bilan bog'landimmi? Ha, aloqadami? Opajonim, bugungi eng chiroyli kunlar Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga chin ummat bo'lgan kunlaringiz bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Allohim umrlaringiz ziyoda qilsin. Rahmat. Opajon, ayni daqiqalarda siz bilan O'zbekistondan yaqinlarimga tabrik televideniye loyiha boshlovchisi Nurbano singlingiz bo'laman. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Opajon, bugun sizni shunaqa chiroyli shukrona kuningizni yanada quvonchga, baxtga, sizga esa eng chiroyli sevinch, baxt ko'z yoshlarini hamroh qilmoqchi bo'lgan qadrli, mehribon insoningiz bor. Ayni fursatlarda ushbu darnomalarni kimlar nomidan kutmoqdasiz, mehribonim? Kimdan ekan bu? Bu go'zal darnomalar mehribon kursdosh dugonalaringiz ichidan ekan. Albatta, mehribonlaringiz ichidan. Ayni damda qaysi birlardan kutmoqdasiz? Endi kim ekan? Surpriz qo'yadiganlar ham ko'pda. Ayni damda qalbingiz, yuragingiz qaysi birlardan taxmin qilmoqda? Bilmadim, endi aytaverang. Bugun sizni Alloh uchun yaxshi ko'rgan qiyomatligim, mehribonim, 4 yillik meni kursdosh dugonim deguvchi Shahodatxonova nomidan sizga chiroyli tabriknomalar kelgan. Inshaalloh ular baxtiga hamisha bor bo'ling. Ha, shahodatmi? Albatta. Rahmat. Albatta, ular baxtiga sog'-salomat bo'ling. Alloh bergan mo'jizangiz inshaalloh Makka-yu Madinaga yelkalarini o'tkazib olib boradigan mehribon o'g'lingiz Muhammad Allohni baxtiga hamisha sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'lsin dugonam. Albatta, mehriboningiz jannat yuzidagi ko'zingizda inshaalloh baxtini, kamolini sevib, sevilib yurishlarini ko'rib yurishlikni eng go'zal baxtlar qilib bersin Allohim sizga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Oila a'zolaringiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Bugungi shunday go'zal kunlarga yetkazgan Robbim sizga chiroyli baxtlarni tuhfa etsin va sizga bugun eng go'zal tabriknoma so'zlarni o'qib eshittirsam maylimi? Ha, mayli. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum mening go'zal va latofatligim. Go'zallar ichra go'zalim, latofati tengsiz bo'lgan qiyomatli dugonajonim. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yaratgan Robbimga behisob shukrlar aytaman. Chunki bugun meni jondan aziz bo'lgan dugonamni shukrona kunlari. Bugun osmon ham o'zgacha nurlarini sochmoqda. Yulduzlar ham o'zgacha bugun birmaketlikda joylashgan. Chunki mening dugonamni eng go'zal unutilmas kunlari. Dugonam siz uchun jonim fido bo'lsin. Yaratgan Robbimga tunu kun duolar qilaman. Bu duolarimni Allohimga tahajjud namozida, 5 mahal namozimda duolar qilyapman. Alloh nasib rozi aylasin. Men go'zal va latofatli qiyomatli dugonam bilan inshaalloh Allohning baytiga bu yilga kirib kelayotgan barcha mo'min musulmon intiqlik bilan kutayotgan oy. Har birimizni gunohlarimiz af etilib, gunohlardan tavba qiladigan oyimiz. Moh Ramazon oyida dugonam bilan 30 kunlik ro'zalarni birgalikda ibodat amallarini Ka'ba-yu Madinada labbayk Allohummalar ila Allohimning baytida 30 kunlik ro'zalarni ado etishlikni niyat qildim. Inshaalloh hoji dugonalar bo'lib kelishlikni yaratgan Robbim bizga eng chiroyli baxtlar tariqasida bersin. Dugonajon, bu dunyoda yurgan har bir yo'lingizni Alloh Ka'ba-yu Madinaga yetkazsin. Har bir ichgan suvingizni Zamzam suvlari qilsin. Har bir bosgan qadamingiz Ka'balarga yo'l boshlasin, hidoyat yo'llariga yo'l boshlasin. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman, go'zal dugonam. Bu yilgi eng chiroyli kuningizda, shukrona kuningizda Payg'ambar Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam tushlaringizga kirishligini tilakdoshiman, mehribonim, go'zal dugonam. Alloh bizga chiroyli baxtlar bergan. Bu baxtlarni Allohim bizga to'kinlikda, sochillikda bergan va farzand atalmish buyuk ne'matlar ila berdi. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deguvchi mehribon dugonangiz baxtiga hamisha bor bo'ling.
Voy, rahmat. Ozgina bo'lsa ham kayfiyatlaringiz ko'tariladimi mehribonim? Ha, juda ko'tarilib ketdi, rahmat. Rahmat. Albatta sizga chiroyli she'rlari bor, o'qib eshittirsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Suhbatdan charchamaydi kecha-yu kunduz siz bilan maroqli o'tar har bir onim. Sirdoshim, suyanchim mening yonimda. Yaxshiyam borsiz dugonajonim. Sizni yo'qlayman har onda mehribonim. Ko'p qora ko'zlari baxtdan porlasin. Mehringiz sezaman har daqiqa, har soniya. Yaxshiyam borsiz dugonajonim. Ko'nglimda ne bo'lsa barin sizga ochaman. Holimni so'raysiz qo'ng'iroq qilib qaniydi yoningizga. Tez uchib borsam yaxshiyam borsiz dugonajonim. Qalbimning tubida yangragan so'zim. Yaxshimi, yomonmi kunim o'tmoqda. Allohga ming qatla shukrlar bo'lsin. Bir osmon ostida yashamoqdamiz. Yaxshiyam borsiz dugonajonim. Yuragim to'lganda dardu alamga yig'lasam bir meni tinglaguvchi, tinglasuvchi mehribonimsiz. Ko'nglim ko'tarib tinmay boshlardi. Eng go'zal nasihat so'ylagan, eng go'zal dugonim o'ziz bo'lasiz. Yaxshiyam borsiz deguvchi dugonajoningiz baxtiga bor bo'ling. Sizni ham ularga aytar qalb so'zingiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Rahmat, Shahodat dugona, sog' bo'ling dugona. Bunlaringiz baxtiga har doim sog' bo'ling. Rosa xursand bo'ldim, kutmagandim lekin Shahodat. Albatta, inshaalloh siz ham yaxshi kunlarda ularni mehribona, sirdoshi bo'lib yurishingizni tilakdoshimiz. Ish faoliyatlaringiz davomini tilaymiz. O'zlari niyat qilgandek haj umra ziyoratlariga borib, ikki dugona haj umralarini tavof qilishlikni, Allohning baytlaridan haj umra ziyoratlarini amalga oshirishlikni Alloh sizlarga musharraf baxt qilib bersin. Yaqin fursatlar ichida siz bilan O'zbekistondan yaqinlarimga tabrik, televideniya va ijodkorlari shu loyiha boshlovchisi Nurbano bo'ldi. Kuningiz xayrli va barokatli olsin. Allohimga emanetsiz. Rahmat, sog' bo'ling dugona, rahmatingizga kattakon. Umringiz uzoq bo'lsin, har doim sog' salomat bo'lib yuring. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Allohimga emanetsiz opajonim. Xo'p, rahmat. Xo'p, bo'ladi.